Bir ayniqsa harom puli bilan kelsa, Ka'bani aynalayotib labbayk Allohumma labbayk desa, ba'zi farishtalarni Alloh olib kelib qo'yar ekan. Ana u haromxo'rlarga, harom pullari bilan kelganlarga, zolimlarga ayniqsa, meni bandalarimga zulm qilib, mana u Ka'bamni aynalayotgan bo'lsa, Ka'bamni tavof qilayotgan bo'lsa, ularga aytinglarki, farishtalar sizlar javob qilib turinglar der ekan. Uni labbaykasi ham qabul emas, tavofi ham qabul emas der ekan. Bu senga sadaqa ham yo'q deganligi. Nega? Inson niyati buzuq bo'lsa, puli harom bo'lsa, o'zi namozlarni vaqtida o'qimasdan, ro'zalarni tutmagan bo'lsa, boshqa amalda shunaqangi bir noqis bir banda bo'lsa, Alloh asrasin, uni la labbayka va la sa'dayka der ekan. Bir ayniqsa harom puli bilan kelsa, Ka'bani aynalayotib labbayk Allohumma labbayk desa, ba'zi farishtalarni Alloh olib kelib qo'yar ekan. Ana u haromxo'rlarga, harom pullari bilan kelganlarga, zolimlarga ayniqsa, meni bandalarimga zulm qilib, mana u Ka'bamni aynalayotgan bo'lsa, Ka'bamni tavof qilayotgan bo'lsa, ularga aytinglarki, farishtalar sizlar javob qilib turinglar der ekan. Uni labbaykasi ham qabul emas, tavofi ham qabul emas der ekan. Bu Zaynul Abidin hazratimiz shundan qo'rqib, kim u? Zaynul Abidin valiyulloh, Rasulullohning chevaralari, Rasulullohning qonlari bor zot. Agar labbayka desamu, menga la labbayka va la sa'dayka deyilsa, nima ham deyman deya yuzlari o'zgarib qolib, qarang, keyin hajga kelyapti-da, har labbayka aytganlarda xushdan ketib qolar ekanlar. Har labbayka aytganlarida, balki o'sha ulug'lar